Biza isib ketayotganimizda sovuni tanlaymiz, sovqatayotganimizda esa suvni tanlaymiz. Bu so'zlar kompotga tegishli. Aytgancha bolalar sizlar shu yerdamisizlar? Biz bugun ishingni tanlaymiz. Bugun judayam zo'r video bo'ladi, chunki bugun bizda urush bo'ladi. Eng issiq ishi, eng sovuq ishi bilan birga. Har bitta ishning orqasida shart bo'ladi. Biz mana shu hamma shartlarni bajarib oxirigacha borishimiz kerak. Oxirigacha borsak, bizani priz kutadi. Bizani shartimiz mana shu hamma narsalarni bajarish kerak. Ya'ni oxirigacha borish kerak. Videoni boshidan boshinglar aylanib ketmagan degan umiddaman, chunki biz bugun mana shu ikkita ishlarni o'tishimiz kerak. Agar esinglarda bo'lsa, oldin man shunaqa video oldim faqat tunnellar bilan. Sizlar mendan judayam so'rabsizlar mana shuni. Yana bitta olgin boshqacha ish qilib deb. Bugun men mana shu videoni ham olaman. Mana shu suv ishi bilan sovuq ishini o'tishim kerak bo'ladi. Har bitta ishning orqasida har xil shartlar bor. Mana bularni qaranglar, bu yoqda plus 70 gradus suvli bo'ladi. A bu yoqda esa minus 60 gradusli. Men bu yoqda nima o'lib qolaman-ku menimcha mana shunaqa smaylikli bo'lib qolmagan degan umiddaman. Unda birinchi bo'lib mana shu chapkidan boshlasam bo'lar ekan. Mana shu suv ishidan. Kelinglar 1, 2, 3 qanichi ishini ochib ko'ramiz. Uy, bu ishlar lekin yomon issiq ekan boru. Qo'limni kuydirib oldim даже. Hop, mayli kran suv. Voy, namuncha suv. Lekin yomon issiq ekan bu yoq boru. Mana qo'linglarga fen olib suv rejimini yoqib boshinglarga qilib tursanglar qanaqa suv bo'ladi? Xuddi shunaqa suv bo'lar ekan boru. Mana kipitok ekan lekin boru. Undan ko'ra mana shu suvda o'tirganim yaxshiroq ekan. Bu nima bu? Men toshlarni ustidan o'tishim kerakmi endi? Birinchi shart agar shunaqa bo'lsa, keyingilar qanaqa bo'ladi? Men tushunmayapman boru. Mayli qanichi bitta. Voy, yomon issiq ekan boru. Buni значит yugurib o'tish kerak ekan. Mayli ketdi. Ay, voy, yomon issiq ekan boru. Tak, tezroq. Bunaqa bu yoqqa. Voy, давай bo'laqa. Tak, maniki bu yoqqa. Давай tezroq. Voy, zo'r o'tib oldim boru, lekin ajoyib bo'lar ekan buni o'tish ham. Lekin rosti kasbli hayotda bunaqa qilmanglar. Men sizlarga tavsiya bermayman. Hop, mana bu ishi voy, esdan chiqib qolyapti deyman shu ishi вообще suvliga. Aman keyingisini qanaqa qilib o'taman? Mana bu yerda ishi erib ketgan ekan-ku, qaranglar. Men sizlarga aytuvdim-ku, bu ishinglar judayam issiq deb. Sizlar menga ishonmagandinglar. Qaranglar, erib ketganini qanaqa qochaman men endi buni. Даже qaranglar, mana bu yerda ruchkasi ham tushib ketibdi ishini. Men sizlarga aytgan edim ishinglar issiq deb. Mana bu yerda tosh bor ekan, bu yoqda-chi. Kirka bor ekan bu yoqda. Menimcha men tushunmayapman, o'zi nima qilishim kerak. Mana shu yerdan bundoq bizib o'tib ketishim kerak menimcha, to'g'rimi? Mayli, bu unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Ketdi, harakat qilib o'tib olamiz. Mana bu yerda lavushkalar bor ekan, lavalar. Mayli, men hammasini olib tashlayman. Bundan aylanib o'tamiz, ketdi, to'g'riga ketaveramiz endi. Voy, dalli. Qaranglar, mana bu yerda lavalarni. Bular meni nima o'ldirmoqchimi? Antga bormasdan, mana bu yerda mana shu yerda ham lava bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Mayli, biz o'tib olamiz. Hop, voy, qaranglar, yana bor ekan mana bu yerda. Mayli, ketdi. Hammasini yopib chiqaman men bularni. Ketamiz. Voy, mana bu yerda tepada ekan-ku. Bular вообще jinniroqmi? Tepaga ham lava qo'yadimi? Mayli, ana bo'ldi, mana bu yerdan ham o'tib oldim. Tushunmadim, bu nima bu? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tushunmadim, mana bu yerda termometr sinib ketibdimi? Mana bu narsasini bilasizlarmi? Bu judayam xavfli narsa. Bularni olib tashlash kerak. Qaranglar, mana bu yerda sinib ketibdi suvdan menimcha. Birinchi bo'lib biz ham kiyimni kiyib olishimiz kerak xavfsizligimiz uchun. Hop, kiyib olamiz buni. Yana mana bu shpris bilan suvlarni olish kerak. Ular judayam xavfli narsa. Mana shpris bilan endi olamiz bundoq qilib. Ana bo'ldi, olamiz shunaqa qilib sekin-sekin. Tak, bundoq qilib olib chiqamiz. Sizlar ham uyinglarda ehtiyot bo'linglar. Agar buni sindirib qo'ysanglar, bular judayam xavfli narsa. Sirazi kattalarni chaqiringlar yoki oynani ochib yuboringlar. Men esa bundoq manbalarni olib chiqaman o'zim.
Hop, bunda olib chiqdim. Endi mana ichmamniyam olsam, ana bo'ldi. Endi yana bu shpritsni ham oddiy tashlaverish kerak emas, buni bekitib qo'yish kerak. Ana bo'ldi, tayyorman. Hamma narsani ham qilib bo'ldim, kiyimni ham yechib oldim. Uje o'tsa ham bo'ladi. Ketdim ham. Keyingi ishi ham ochilibdi как раз. Bu aytgancha mana bularni tashlavoraylik. Mana bitta savol javobmi deyman. Ну, mayli, o'tishga harakat qilamiz. Birinchi savol: qaysi temperaturada choy qiziydi? Ну, manimcha hamma bilsa kerak endi. 100 gradusda isiydi choy, to'g'rimi? Hop, mana to'g'ri aytibman. Qaysi oy eng issiq oy bo'ladi? Avgust, iyul, iyun. Men o'ylashim bo'yicha menimcha iyul bo'lsa kerak, chunki iyulda judayam issiq bo'ladi. To'g'ri topibman, qaranglar. Yana savolmi? Qaysi payt issiq bo'ladi? Obedda, ertalab, kechqurun. Menimcha ertalab bo'lsa kerak, chunki ertalab turib voy deb, lekin baribir ertalab unaqa qizib ketishga ham ulgurmaydi. Obedda judayam issiq bo'ladi. Hop, qaysi rang suvni o'ziga ko'proq tortadi? Man lekin eshitganman, mana shu qora kiyim o'ziga suvni olib ketqazmaydi deb. Menimcha mana shu qora bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mayli, mana shu qoraga kiramiz. Bo'ldim, o'tdimmi? Ura! Mana shu prizma qarangchi, priz ekan, qaranglar. Vau, har xil narsalar bor ekan bu yoqda, qaranglar, lekin bular judayam ajoyib bo'lar ekan, bor. Menga yoqdi lekin bunaqalarni o'tish. Voy, mana kiyimni ham qaranglar. Sizlarga ham yoqdimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Endi esa ketdi ani muzday ishiga. Voy, lekin judayam katta xato qilibman deymanmi, kiyimni kiyib olib o'zim bilan yomon sig'ib ekan bu. Yana mana bu sandiqni ham o'zim bilan ko'tarib olib kelib yomon qilibman. Qaranglar, man qizib ketganimmi? Endi mana muzday ishiga kiramizmi, ketdikmi? Voy, maza qilyapman lekin boru ana undan keyin. Hop, endi mana bu yerga sakraymiz. Voy, maza qildim. Bu yoqda nima bo'lyapti? Qishloqlar, siz muzlab qoldinglarmi? Bu qishloqlar muzlab qolibdi. Voy, nima qilish kerak endi? Qanaqa qilib bularni ertaman man? Hop, voy, yomon qilib ketyapman baribir tak. Qanaqa sindiraman man bularni? Qo'limda o'xshamayapti lekin. Mana bu sandiq bor ekan, nima ekan bu yoqda? Mana bu yerda pechkalar bor ekan. Bu yoqda suv, kofe bor ekan. Mana bu yerda uгол bor ekan. Bo'ldi, men bilaman bularni qanaqa qilib isitaman. Hop, mana shu narsalarni olib olaylik. Tak, birinchi pechkani bu yoqqa qo'yamiz, ikkinchisini bu yoqqa qo'yamiz, uchinchisini esa mana bu yoqqa qo'yamiz. Hop, endi bularni mana bunaqa qilib ulab chiqamiz. Redstone bilan ulaymiz. Ana bo'ldi, bu yoqqa fakel qo'yamiz. Oxiriga ham qo'yamiz, hamma yoqqa yetib borishi uchun. Ana bo'ldi. Endi bundoq ulab chiqamiz. Hozir ishlash kerak. To'xtanglar, bu yoqda suv nima qilyapti? Qishloqlar, sizlar bo'ldimi? Anaqa erim oldinglarmi? Qishloqlar, gaplasha olasizlarmi? Kompot, judayam sovqotib ketyapmiz. Man ham siz bilolmasdan sovqotayotganinglarni, mana bu sovqotish boshlabman hozir. Mayli, sizlarga mana bunaqa issiqqina kofelar beramiz. Bu sanga, bunisi esa sanga. Ana bo'ldi. Ishi ham ochilibdi. Bo'ldi, men ketdim. Qishloqlar, men xursandman sizlarga yordam berganimdan. Ana bo'ldi. Ne ishi ochilmayapti? Men уже sovqotib qolaman. Bu yoqda qaranglar, mana ishi buzilib qolibdimi? Yo'q, muzlab qolibdi ishi. Nima qilaman endi? Men ham bu yoqda mana shu ishi bilan birga muzlab qolamanmi endi? Mana bu yerda qanaqadir sandiq bor ekan. Bu sandiqda nima bor ekan? Bolta bor ekanmi? Mana shu endi men muzni sindirishim kerakmi endi? Mayli, harakat qilamiz. Unchalik qiynalmas ekan. Qani bundoq sindirib chiqamiz. Ana bo'ldi. Voy. Qanichi, mana bu yerda yana bitta bor ekan. Bunisini ham oppa, ana bo'ldi, qilamiz. Mana ishi ham tayyor. Endi ochilarmikan? Ana bo'ldi, ochildi. Tushunmadim, bu nima bu endi? Mayli. Voy, mana bu narsa menga nimagadir yoqmayapti boru. Voy, voy, yo'q, faqat iltimos etmanglar, men mana shundan sakrab o'tishim kerak deb qanaqa qilib man sovqotib ketyapman. Voy, bu judayam qiyin ekan. Mayli, men olmani yeb olaylik-da. Ana bo'ldi. Oppa, man muzda yomon sovuq ekan lekin. Ehtiyot bo'lamiz. Ana bo'ldi. Hop, mana bu yerga qaranglar, даже mamma ham hayron bo'lib qoldi. Hop, mayli, endi bundoq qilamiz deb asroga tushib, oppa, voy. Ana bo'ldi, ana bo'ldi. Hop, ehtiyot bo'lamiz. Endi mamnunsiga hop bundoq qilib, endi
Hoppa, ana bo'ldi tayyor. O'tib oldim, lekin judayam qiyin bo'ldi-da. Mayli, mana bularni qaranglar. Hop, mayli, voy! Ay, mana bu muzga urildim. Voy, yomon uryapti, lekin mana bu suvga ham tushib ketdim, muzlab ketyapman. Voy, obbo, nima bu? Mana shularga o'tishim kerakmi endi? Man suvga tushib ketsam-chi? Yomon sovqotib ketyapman o'zim. Mayli, qanicha. Voy, yomon sovqotib ketyapman. Voy, nima bor ekan bu ishida endi? Voy, yomon sovqotib ketyapman boru. Hech nima yo'q ekan. Mayli, keyingisiga. Ay, yana tushib ketdim. Voy, tezroq chiqamiz. Voy, yomon sovqotib ketyapman-da boru. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Suvga tushib ketmadim. Mayli, bu yoqda-chi? Bu yoqda ham hech nima yo'q ekan. Bunisida-chi? Voy, tushib ketdim. Ay. Hop, keyingi ishlarga o'taylik. Yomon sovqotib ketyapman borumi? Bu yoqda-chi? Bu yoqda ham hech nima yo'q ekan. Voy, qaranglar, man ko'karib ketganimmi? Mayli, hozir mana bunisini ochamiz. Bu yoqda ham hech nima yo'q ekanu. Bu yoqda-chi? Ha, to'xtanglar. Bu yoqda qanaqadir boshqacha o't ekan. Lekin men uni ishini tekshirmadim. Mayli, shunaqangi sovqotib ketyapman, uni tekshirishga niyatim yo'q. Voy, bo'ldimi? Man o't bo'ldimmi уже? Man o't bo'ldim, lekin judayam qiyin bo'ldi. Mana bu sovrinlarni qaranglar. Mana bu yerda lekin sovuq kiyim bor ekan. Obbo, shuni kiysam sinarmikin? Man yomon sovqotib ketyapman. Hop, mana oyoq kiyimini ham kiyib olaylik. Voy, bo'ldi. Ozgina bo'lsa ham sindim boru. Hop, bo'ldi, mana bu yerdan ham chiqib oldim. Sizlarga qaysi ishi yoqdi? Lekin mana bu eshiklarni yopib qo'ya qolaylik. Ay, issiq ekan. Ay, man hozir kirib mana shu yerda sim olsam bo'lar ekan. O'zi man yomon sovqotib ketyapman. Mayli, lekin judayam qiyin bo'ldi-da. Shularni o'tish boru. Yomon qiynalib ketdim shularni o'tayotganda. Sizlarga qaysi ishi yoqdi? Man suvmi yoki muzdami? Lekin man o'ylashim bo'yicha, mana bu shartlar bo'yicha suv ishi, lekin mana sovrinlar bo'yicha suv ishi. Qaranglar, bu yoqda judayam zo'r narsalar bor ekan. Mana bu yerda даже qanaqadir almaslar ham bor ekan. Bu yoqda esa unaqa ko'p narsa ham yo'q ekan. Mana bu muzdan tashqari yana morojniy ham bor ekan. Yana mana bunaqa narsa ham bor ekan. Qaranglar, buni uchirsa bo'ladi, lekin unaqa zo'r yurmayapti baribir qor yo'lligiga. Lekin yaxshi narsa ekan, qorli joyda uchib yuraman. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Kommentariyaga yozib ketinglar, men hammasini o'qiyman. Sizlar bilan esa bolalar, men xayrlashaman. Agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hamma yerdan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr.